shu vaqtgacha erishgan narsalaringiz ichida almashib olish imkoni bo'lsa-da, bitta narsa. Nimaga almashgan bo'ladi? Yaxshimisiz? Sizga bugun bayram munosabati bilan ajoyib sovg'a olib keldim. Mashalloh, mashalloh. Rahmat shunchaki pul uchun. Ayni gap topib bilan shunaqa bo'ldi. Xursand bo'ldim. Zo'r chiqdi. Mehnatiga rozi bo'ldim. Ko'rib ko'raman. Shunaqa qayerga ketyapsiz. Manfaatli bo'layotgan uchun shu odamlar birlashayotgani uchun xursandman. Hozir bu raqam bo'yicha O'zbekistondagi eng muvaffaqiyatli insonlarni suratlarini chizib o'zlariga beryapman va bu mehnatimni siz loyihamiz qoidasi bo'yicha moddiy baholashingiz kerak bo'ladi va undan yig'ilgan pullarga qo'yapman. Ko'rdim. Siz qo'shsangiz. Ko'rdim. Bizlar ham kattaroq yoshlar, katta odamlar ko'rdimku. Men endi hamma bir xil aytyapti. Men aytmoqchimanki, ularga nohurmatlik uchun emas, ya'ni o'zini kimdir plankani ko'tarish kerak, o'sha uchun balans degan holda men endi 1,5 ming beraman. Rahmat aka. Surat yoqdi. Yo'q. O'zingizdan keyin muvaffaqiyatli insonga nechangiz kerak bo'ladi? Hozir hayajonga uncha kelmayapti. O'zga aytib qolaman. Tadbirkorlardan bir afsonalar voziysini egasi. O'sha kishiga bersangiz, men xursand bo'laman. Juda katta inson, juda katta ishlar qilyaptilar. 1000 gektar joyni obodonlashtiryapti. Shu vaqtgacha erishgan narsalaringiz ichida almashib olish imkoni bo'lsa-da, bitta narsa. Nimaga almashgan bo'ladi? Musulmon afsus qilmaydi-da o'tgan hayotiga. Nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi, alhamdulillah. Yaxshiga ham alhamdulillah, yomoniga ham alhamdulillah. Lekin agar imkonsiz, agar imkoni bo'lganda yosh bo'lganimga, ammam bo'lganda meni katta qilgan, shunday bo'lganlarga men hammasini almashaman. Xursand bo'laman.